Assalomu alaykum. Qo'shingda ochiq dars guruhi 202-guruhda ochiq dars olib boramiz. Rang tasvir fanidan. Demak, mavzuyimiz oq fonda turli mevalardan tashkil topgan natrimort deb nomlanadi. Hammamizga ma'lumki, natrimort haqida juda ham ko'plab axborotlarga egamiz, to'g'rimi? Biz hozir talabalar bilan to'rtta guruhga bo'linib oldik va shularni sizlarga hozir tanishtirib o'tmoqchiman. Demak, birinchi guruhimizni sardori gapirasiz, Umida. Bizning guruhimiz Akqueen, ya'ni san'at malikalari guruhi hisoblanadi. Bizning shiorimiz jasorat g'alabaga boshlaydi. Ikkinchi guruhimiz Abdusamad va Bahora. Bizning guruhimiz nomi Renesans guruhi. Biz kamalak ranglarga o'xshaymiz, hech qachon ajralmas shiorimiz. Va uchinchi guruhimiz bilan tanishib olamiz. Komanda sardori. Bizning guruhimizning nomi Gamma. Doim o'z ustida ishlaydi. To'rtinchi guruhimiz nomi Da Vinci va shiorimiz hunar oshatar, mehnat yashatar. Guruhga bo'lgan holatda bitta g'olib komandani oxirida aniqlab berishingiz kerak bo'ladi va o'sha g'olib komandaga albatta promoshinlarimiz bor. Ularni rag'batlantirish sifatida taqdim qilamiz birga. Demak, biz to'rtta guruhga bo'lib oldik guruhlarimizni. Hozir hammamizga ma'lum rang tasvirda moy bo'yoqdan, keyin rangli qalamlardan, akvarel nimalaridan foydalangan holatda doim natrimort chizganmiz. Biz hozir ochiq darsimizga biroz yangilik kiritdik. Yangilik maqsadida plastilinga yangicha innovatsion texnologiyalar rivojlanyapti. Mana bunaqangi plastilinlarimiz bor. Bu suyuq plastilin hisoblanadi. Bundan bemalol natrimort, portret janrlarini yaratish mumkin. Shu maqsaddan foydalangan holatda biz shu jarayonni talabalar bilan mahorat darslarini olib bormoqchimiz. Diqqatlarni qaratgan bo'lardi. Mana bu suratlarga bu o'zimiz shu talabalarimiz tomonidan qilingan mana tasvirlar plastilin yordamida qilindi. Bu uyga berilgan vazifalar bo'ladi. Hammasi mana plastilin yordamida tayyorlandi mana. Kuzgi mevalardan tashkil topgan qovoq rasmini hisobga oladigan bo'lsak, bu ham plastilin yordamida savol javoblar ham qilamiz. Mana misol uchun talabalarga men hozir savolimni beraman. Natrimort o'zi nima? Kim aytadi? Marhamat. Natrimort fransuzcha so'zlangan bo'lib, natura jonsiz tabiatga ma'noni anglatadi. Natrimortda turli xil tabiat janrini biz turli ko'rinishlarda ko'rishimiz mumkin. Natrimort janrini o'zini biz grizal uslubda ham ishlashimiz mumkin bo'ladi. Keyin yana natrimortda masalan biz turli xil hayvonlardan foydalanamiz. Asrlarda Niderlandiyada birinchi rivojlana boshladi. Unda asosan maishiy janrga aralashtirib natrimort ishlashgan. Bilamiz. 17-asrda natrimort rivojlana boshladi va Animalistik janr, portret, manzara, maishiy janr, keyin maishiy janr, tarixiy janr, animalistik, tarixiy, maishiy, keyin manzara, keyin Vatan janri. Vatan janri. Vatan janri nima aks etadi? Vatan janrida urushdagi voqealar aks etadi. Animalistik janrda qanday? animasiya janrida biz jonivorlar, hayvonlar, shunaqa narsalarni. Maishiy janrlarda esa yana qo'shishimiz mumkin. Oddiy insonlarning holatlari, yotishlari yoki o'tirib turishlari tasvirlash mumkin.
Yangilik qilish maqsadida talabalarning guruhlariga bo'lgan holatda shunaqa plastiklardan foydalanyapmiz. Talabalarimiz to'rtta guruhga bo'linishgan. Har xil rangli mana bunaqangi suyuq plastiklar yordamida bular natsurmortni ishlash jarayonini amalga oshirishadi. Bizda talabalar doim va shu bilan birga yangilik desa bo'ladi. Mana bu yerda olma tasviri berilgan, nok tasviri berilgan va albatta olcha tasvirlar. Bolg'or qalampirlari tasviri tushirilgan. Hammasi plastiklar orqali amalga oshirilgan. Kim javob beradi menga? Qaysi guruh keladi? Asos qilib bitta rangni tanlaymiz. To'g'rimi? Oq bo'lsa, qora rang bo'lsa, qora, oq, qizil, boshqa. Yaxshi. Demak, keyingi savolimiz gamma jamoasiga, Renesans jamoasiga bermoqchi. Natsurmortda kompozitsiya nima? Kompozitsiya bir-biriga uyg'unishi. Ya'ni bitta kompozitsiyani, bitta rasmni olsak, unga qo'shimcha yana biron narsa qo'shib hosil yangilasak, unda kompozitsiya bo'ladi. Kompozitsiya juda ham katta o'rin egallaydi. Ya'ni yangilik bo'lsa kompozitsiya bo'lmaydi. Mana Art Queens, ya'ni tarjimasi nima edi qizlar? San'at qirolichalar. San'at qirolichalari tomonidan yaratilayotgan natsurmort plastilin orqali qilinyapti. Bu narsaga ahamiyat beringlar. Juda ham chiroyli tasvir yaratilyapti. Bu narsani yana jamoasi tomonidan tashkil etilyapti. Guruh sardori yordamida talabalarimiz juda ham chiroyli natsurmortni amalga oshirishyapti. Молодцы qizlar. Mana bu tasvirni esa Gamma Da Vinci deb nomlanadi. Mana Da Vinci. Aha. Eng mashhur biz ham shu kabi ilohim bo'laylik degan maqsadda. Mana bizani ijodkor talabalarimiz Professional ta'lim fakulteti tasvir san'at kafedrasining ijodkor talabalari tomonidan plastilin yordamida shunaqa chiroyli natsurmortni. Hurmatli talabalar, vaqtimiz tobora cheklanib boryapti. Shuni eslatishga harakat qilamiz. Oddiy misol, mana bu xonada guruhingizni boshlab, guruhingiz qattiq gapiring. Tasvirlab ko'rsatib berishimiz kerak. Unda faqatgina misol uchun ko'zani oladigan bo'lsak, faqat jigarrang bor emas unda. Buni ichida butun tabiatdagi ranglar. O'zbek xalq rassomlaridan kimlarni bilasizlar? Sho'riyning juda ham ko'p mashhur asarlari bor. Hozirda Surxondaryoda o'sha mashhur rassomlardan biri hisoblanadi. Yana qaysi rassomlarni bilasiz? Yana Malik Nabiyev. Malik Nabiyev ko'proq qaysi janrda Malik Nabiyev ko'proq portret janrida ish olib borgan. Yaratgan, xususan natsurmortlarini butun dunyo taniydi. Uchun ham alohida mukofotlar olgan. Buni ham aytib o'tishdi. Juda ham chiroyli natsurmortlar ham bor. San'at qirolichalariga yana savol bilan yuzlanamiz. Demak, rang nima? Kim aytadi menga, rang nima? Qanaqa ranglar bor tasvir san'atda? Ranglar esa qo'shimcha ranglar, ularni asosiy ranglarni aralashtiruvidan hosil qilinadi. Masalan, ko'k bilan qizilni aralashtirishimizdan binafsha rang hosil bo'ladi. Sariq bilan qizilni aralashtirishimizdan olov rang hosil bo'ladi. Shu kabi hosil qilinadi. Katta ochib ko'rsam ko'radimi? Guruhlarning nomini qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu anshetlarni chekkan. Birinchi guruhimiz Renesans jamoasi. Mana shunaqa natsurmort plastilin yasashdi. Va ikkinchi guruhimiz Art Queen, ya'ni san'at qirolichalari deb nomlandi. Plastilin yordamida shunaqa tasvir yaratishdi. Ko'rib turganlaringdek. Uchinchi guruhimizning nomi Da Vinci deb nomlashdi. Da Vinci guruhi ham juda ham chiroyli tasvir yaratishdi. Mana hammasi shunaqa suyuq plastilin orqali bo'lyapti. Va to'rtinchi guruhimiz Gamma deb nomlanadi. Gamma guruhimizda ham mana natsurmortlar chiqadi. Endi sizlardan iltimos qilgan bo'lardim, hozir shu 4 ta guruhdan bittasini g'olib komandani aniqlab bersanglar, bularga sovg'alarimni men taqdim etaman.
Mana materialimiz bu yerda oq fondan tashkil topgan. Ha. Lekin to'rtta ish ham anaqasi bir xil. Shunaqa lekin bittasi живописный, uchtasi grizal bo'lsin. Shuning uchun bizga birinchi Renessanssiz живописныйroq chiqdi. Chunki ular холодный qo'shgani ko'pga. Mamlanga grizalga o'xshab turibdi-da. Chunki mana ozgina живописный подход bor. Bizda grizalga o'xshab turibdi. Bir xil rangda ishlagan. Ya mana shundoq hozirlar yana tanlashib qolgan. Mana shunday. Uchalasi ham bersa bo'ladi agar hammaga to'rttalasi lekin o'ynaydi va sovurang bilan so'rang o'ynab turadi. Bir xil bo'ladi, uchala bilmaydi. Demak, hozir mana komissiya a'zolarimiz aniqlab berishdi, qaysi guruhimiz g'olib bo'lganini. Demak, birinchi g'olib komandamiz bu Renessans guruh jamoasi. Polskiy o'tishlarda mas'ullik kraskada ishlashlari uchun shirinliklardan qo'l sovg'a qilaman. Va qolgan talabalarga esa rag'batlantirish sifatida qalamchalarni taqdim qilib chiqamiz. E'tiboringlar uchun rahmat.